Siz tualetga kattasiga, ya'ni axlatga borganingizda quyidagi belgiga, simptomga albatta e'tibor bering, chunki bu onkologiya boshlanganligidan darak berishi mumkin. Ko'pchilik bilib turib oylar mobaynida e'tibor bermaydi. Bu esa keyinchalik katta muammoga, problemaga olib kelishi mumkin. Bu shunchaki axlatda qonning paydo bo'lishi. Qon ikki xil turda bo'lishi mumkin. Birinchisi bu qizil qon, ikkinchisi esa to'q rangdagi qora qon. Birinchi variant, ya'ni qizil qon bu shunchaki gemoroyda ham bo'lishi mumkin yoki o'smaning to'g'ri ichakning o'rta hamda pastki qismida joylashganda shunaqa qizil qon keladi. Agar qon qora bo'ladigan bo'lsa, bu o'sma to'g'ri ichakning yuqorida qismida joylashganligi uchun reaksiyaga kirishib qoraga aylanib keladi. O'zi aslida protokol bo'yicha 40 yoshdan o'tgandan keyin 1 yilda bir marta albatta shu axlatda qon bor yoki yo'q degan tekshiruvga berish kerak, ya'ni kolnoskopik. Shunda biz onkologiya boshlangan bo'lsa ham bu saratonni birinchi, ikkinchi bosqichda aniqlashga erishamiz.